O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev sanoat uchun muhim minerallar, xom ashyo bazasini kengaytirish va qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Geologik xom ashyo bazasining kengayishi har qanday davlat uchun strategik ahamiyatga ega, chunki ular uzoq muddatli resurslar. Shu bois sanoat rivojlanishi va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Geologiya qidiruv ishlari esa bu jarayonda yangi foydali qazilma konlarini ochgan holda investitsiyaviy va texnologik rivojlanish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Bu ayniqsa ko'plab tabiiy qazilma boyliklar zaxirasiga ega O'zbekiston uchun juda muhimdir. Oltin, mis va noyob yer osti boyliklarining yangi konlarini qidirish, o'zlashtirish esa mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlaydi. Shuningdek, eksport salohiyatini oshirish va asosiysi yangi ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi. Eng muhimi, chuqur qayta ishlangan va yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Bundan tashqari, ilg'or texnologiyalardan foydalangan holda sohani modernizatsiya qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekistonning barqaror taraqqiyotida geologiya sohasining rivojlanishi muhim ahamiyatga ega. Shu bois, davlatimiz rahbari bu sohaga alohida e'tibor qaratmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bugun sanoat uchun muhim minerallar, xom ashyo bazasini kengaytirish va qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Yurtimiz hududida volfram, molibden, magniy, litiy, germaniy, grafit, vanadiy va titan kabi 30 dan ortiq sanoat uchun muhim minerallar mavjud, lekin ilgari bu imkoniyat to'la yuzaga chiqarilmagan. Qazilmalarni qidirish, texnogen chiqindilarni qayta ishlab, foydali moddalarni ajratib olish va ulardan mahsulot tayyorlashga investitsiya kiritilmagan edi. So'nggi yillarda tashkiliy asos yaratilib, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar olish bo'yicha ishlar boshlandi. Taqdimotda Tog'kon sanoat va geologiya vaziri bu yo'nalishdagi imkoniyatlar haqida axborot berdi. Kelgusi 3 yilda 28 ta noyob mineral bo'yicha 2,6 milliard dollarlik 76 ta loyihani amalga oshirish mo'ljallanmoqda. Buning uchun xom ashyo bazasini kengaytirish maqsadida geologiya qidiruv va ilmiy tadqiqot ishlariga qo'shimcha mablag' ajratish ko'zda tutilmoqda. Eng asosiy vazifa zamonaviy texnologiyalarni qo'llab, qimmat xom ashyoni rudidan ajratib olish, sofligini oshirish va yuqori qiymatli mahsulotlar yaratish ekani ko'rsatib o'tildi. Masalan, ingichka konidagi volfram konsentrati boyitilsa, qo'shilgan qiymat 2 karra oshadi. Hozircha shu kabi 18 ta loyiha ishlab chiqilgan. Sohada xom ashyo, qayta ishlash, ilm va texnologiya, tayyor mahsulot zanjirini kengaytirish maqsadida molibden va volframga boy Toshkent va Samarqand viloyatlarida texnoparklar tashkil qilish taklifi bildirildi. Davlatimiz rahbari bu borada sanoat tajribalari va texnologiya transferini amalga oshirish, zamonaviy laboratoriya va o'quv markazlari ochish bo'yicha topshiriqlar berdi. Umuman, 4-sanoat inqilobi davrida munosib o'ringa ega bo'lish uchun mustahkam zamin yaratish zarurligi ta'kidlandi. Bugungi kunda yashil iqtisodiyot rivojlanayotgan paytda shamol va energiya generatsiyasi ko'payib boryapti. Shuning uchun dunyoda texnologik metallarga ehtiyoj o'sib boryapti. Muhtaram prezidentimiz shu metallarni, xom ashyo bazasini rivojlantirish bo'yicha bizga bugun topshiriqlar berdilar. Bugungi yashil energiya batareyalarni ishlab chiqarish uchun kerakli litiy, grafit va boshqa metallarni, xom ashyo bazasini rivojlantirish bo'yicha loyihalar bilan tanishib chiqdilar va o'zlari topshiriq berdilarki, yana ham ilm fanni rivojlantirgan holda zamonaviy texnologiyalarni transferini qilib, bu sohaga yangi investitsiyalarni olib kirish va yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish bo'yicha aniq topshiriqlarni berdilar. Umuman aytganda, qisqa muddatda volfram, molibden, reniy, selen, silur va boshqa metallarni qayta ishlaydigan ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, yangi ish o'rinlarini yaratish va albatta eksportbop zamonaviy mahsulot chiqarish topshiriqlarini berdilar.